Sevgan qizim bilan deyarli gaplashmaymiz. Qachon telefon qilsam charchadim, uxlayman deydi, lekin yarim tungacha onlayn. Tabriklayman, siz ulug'siz. Nimaga? Chunki 90% qizlar o'g'il bolaga qaraganda ko'proq xohlaydi sevgan insoni bilan gaplashishdi. Uni telefonida sizning raqamingiz dugonasini ismi bilan saqlanib qilingan bo'ladi va u bechora sizni bo'shashingizni umid bilan kutib o'tiradi. Oldida odam bo'lsa eng kamida SMS yozishadi. Telefonda gaplashganingizda siz bo'ldi uxlayman desangiz, u yana ozgina gaplashaylik deydi. Shunda ham qo'ymasangiz, bo'pti uxlang, lekin telefonni o'chirmang deydi. Chunki u uchun sizni uxlashingizni his qilish ham zavq beradi-da. Lekin nimagadir biz yigitlar bunday qizlardan juda ham tez zerikamiz va osongina voz kechamiz. Chunki hayotda bitta oltin qoidasi bor-da, kim kuchliroq sevsa, o'sha ko'proq azob chekadi. Sevgan qizim